Shok xabar. Bloger Sadoshga turmushga chiqdi. O'zi 7 yillik sevishib yurgan o'zini yigiti bor edi. Bunaqa oddiy baxt tilamayman. Endi qanaqadir formula ayting. Menimcha bir oydan keyin sadoqat menga o'rgatadi, nima qilsa baxtli bo'lishi, chunki men hali turmushga chiqmaganman. Mavluda xonim Asal Xo'jayeva kuylaydi. Agar yo'q eplolmayman ozod deydigan bo'lsa, nima qilamiz? Boshqa qiz topamiz. Yonimda kulib kel. Ko'ngildan tabriklayman, ilohim kuyovanim. Videolaringizni tozalab yurasizmi? Millionga chiqmasa o'chirasiz yoki bot urasiz? Tutgan kuni urush chiqadi uyda. Agar urush kerak bo'lmasa, tutish kerak emas. Demak, siz ham kelajakda telefon ishlamaysiz. Sho'kuz apeshtiy va mabodo endi to'yingiz bo'ladi-yu, xudo xolasa. Bu yilmi yoki yangi yilga? Ana sho'kuzni hamma yomon ko'rish shart emas. Bechora yuradim, hamalamlar tegdi nolar. Shohruxxon kelinko'yga ikki og'iz. Uning do'sti Bek Vaynis esa yolg'iz qolib ketdi. Jamoamizning bitta dona qizalog'i Sadoqatga Xonsaroydan boshlang'ich to'lovi to'langan xonadon sovg'a qilmoqchimiz. Barchaga xayrli kech. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum xonimlar, janoblar. Orzular tushalgan fayzli oqshomga xush kelibsiz.
Здравствуйте, дорогие гости, добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать, мы очень рады вас видеть веселыми, красивыми, сияющими, ну а самое главное, готовыми встретить наших виновников сегодняшнего торжества. Уважаемые гости, хочу попросить всех вас стоя бурными аплодисментами встретить главных героев, короля и королеву сегодняшнего вечера, уважаемые гости. Demak, qadrli do'stlar, xonimlar va janoblar, barchangizdan iltimos qilamiz. Xuddi mezbon xonimlar singari sizlar ham o'rningizdan turgan holda yuzda yoqimli tabassum, g'o'ldiroz davomli qarsaklar sadosi ostida siz u bizga ilk marotaba kelin-kuyovlik maqomida ko'rinish berishga taraddud ko'rayotgan Nodirxo'ja va Sadoqatxonlarni qarshi olishingizdan iltimos qilamiz. Barchamizga to'ylar muborak bo'lsin. Dunyodagi rohatlar ichida hech narsaga teng ko'rib bo'lmaydigan eng buyuk rohat farzand kulgusi. Yaratgandan chin dildan so'raymiz, o'z farzand xazinasidan benazir qo'ymasin. Uzoq yillik sevgini Allohga chiroyli tavakkul bilan nikoh bilan bog'laganingiz chin bo'lsin. Yana bir bora baxt oqshomingiz qutlug' bo'lsin. Любви нельзя добиться силой, любовь нельзя выпросить и вымолить. Она приходит с небес, непрошенная и неожиданная. Дорогие, осталось пожелать на протяжении нашего прекрасного вечера максимально приподнятое, позитивное настроение. Так как уважаемый впереди вас ждет.
Shakolanax ansambli Marhamat qizlarimiz. Kechaga taklif etilgan bugungi oqshomning ilk yulduzli mehmon san'atkorni sahnaga emas, balki davra markaziga taklif etamiz. Demak, qarshi oling, e'tiboringiz markazida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavludaxonim Asal Xo'jayeva kuylaydi. Olqishlar bilan qarshi olasiz. Marhamat. Nima qilay, shu bilan bu yog'i nima deydi? Tayyormisizlar? Shu bilan ko'raymi? Sizlar shunda shop-shop qo'shiqlarni beraman, davraga sizlarni muzokarani. Yigitlar, opalarimiz qilmagan. Davraga taklif qilaman, bugun to'y, bugun bayram, nima ko'rish yo'q. Bugun yana charchash. Baxtli bo'linglar.
Sochgan quyoshim onam, qalbimga nur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bolam deb boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydi tashvishlardan, g'iybat mishmishlardan, yuring aylanamiz, olib beray so'monlardan. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan, bor bo'lsangiz bas kechdim bu yolg'on dunyolardan. Sizdek bo'lolmadim ona, kim yana kimdan zar, oyog'ingni chalib uzar. Chunki qaraysan atrofingga, do'sting kulib sendan azar. Yo'lingizni bosolmaydi hech kim, mehribonlar onam. To'ydi tashvishlardan. Omon bo'lishsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, barchalaringiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum show biznes vakillari, barchalaringiz xush kelibsiz. Sadoqat singlingizni va kuyov bolani chin qalbimdan tabriklayman. To'ylar bilan muborakbod etaman sizlarga. Allohim xazinasiga eng chiroyli, eng go'zal baxtni nasib etsin. Bir-birlaringizni sevib, sevilib, hurmat qilib, chiroyli turmush qurishlaringizga tilakdoshmiz. Baxtli bo'linglar. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun marhamat. Barchalaringizga chorlab. markazdan chiroyli tavba ko'rib, raqslar fonida tanishsangiz yana ham chiroyliroq bo'ladi. Masalan, shunday hurmatli mehmonlarimiz, orttirmasdan bemalol go'zal raqslar bilan kechaga yuqori kayfiyat bag'ishlashingizni takror va takror sizlardan keng diapazondagi ovozlar bilan ko'plab muxlislar auditoriyasiga ega bo'lishga muvaffaq bo'lgan iste'dodli ijodkor Mushtariy Zafar siz uchun kulaydi. Olqishlar bilan qarshi olishingizni iltimos qilamiz. Marhamat. Ko'ngildan tabriklayman. Ilohim kuyovalar bilan qo'sha qaranglar. Kelasi yillarda ham mana shunday go'zal kunlarga yetkazishni Allohim nasib aylasin. Sadoqat bugun siz uchun mana shu qo'shig'ini yangraydi. Jon singlim taronasini barcha opalaringiz hamda akalaringiz nomidan siz uchun bugun kuylaveramiz. Marhamat. Esingdami jon singlim, bolalik yillarimiz, ota uyda sho'x shodon o'ynaganlarimiz, onamning gullari
ulg'ayibsan mana singlim sezmay qolibmiz birga o'tgan shirin damlar ortga qaytmaydi tunlar bedor sirlashardik yurak to'lsaydi onajonim aytgan ertaklarda sehrli uchar gilamlarda esingdami xayolan parvoz etardik jon singlim jon 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 jonim singlim sochlari soy 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 yuzlari oyim singlim dog'da qoldirishga muvaffaq bo'lgan barcha raqsni xushlovchi mehmonlarimizga ham katta rahmat bo'larkan. Mana shunday zo'r kayfiyatda chiroyli raqslarni taqdim etsangiz, bugungi oqshom haqiqatan esda qolarli bo'ladi, to'g'rimi? Да, действительно, сегодняшний вечер становится зеркальным отражением совместной жизни наших молодых. И вы, уважаемые гости, делаете его ярким, дружеским, да, самое главное, искренним. Конечно же, уважаемые гости, мы вас благодарим и продолжаем наш сегодняшний прекрасный свадебный вечер, поздравляя от всей души наших прекрасных молодожен и, конечно же, эту замечательную семью со столь долгожданным днем, уважаемые. Biz esa kechamizni davom ettiramiz va navbatdagi yulduzli ijodkorimizni sahna tomon taklif etarkanmiz. Ishonchimiz komilki, bu ijodkorimizni taronalari jarang sochishni boshlaganidan so'ng barcha mehmonlarimiz shak shubhasiz raqsga tushishga otlanishadi. Demak, qarshi oling, e'tiboringiz markazida. Bugungi kunda o'zbek zamonaviy estradasida hozircha muqobili yo'q ijodkor, o'zbek estradasining mega yulduzi Shohruxxon janoblari siz uchun kulaydi. Marhamat. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Barchangizga eng go'zal samimiy tilaklarimizni tilaymiz. Chin qalbdan baxt tilab qolamiz. Baxtli bo'ling. Tillarda doston Zebo Rahimova. Rosa o'yin kulgi bo'ldi, avjini oldinglar. Vashi terilib ketdik. O'ynayverib, Sadoqatga baxt tilayman, omad tilayman. Jamiki hamma yaxshi tilaylarim Sadoqatga o'sha ancha odamga ichkarida intervyu berib, o'sha gapim ham qolmadi. Uni ustiga o'ynab charchadik. Zo'r to'y bo'lyapti, fayzli to'y bo'lyapti. O'zi yaxshi ko'rgan restoranimda bo'lyapti. Вот. Bunaqa oddiy baxt tilamayman. Endi qanaqadir formula ayting. Nimaga ko'proq e'tibor bersa baxtli bo'ladi sizningcha? Menimcha bir oydan keyin Sadoqat menga o'rgatadi, nima qilsa baxtli bo'lishi, chunki men hali turmushga chiqmaganman. Bilaman, shuning uchun atay so'rayman, chunki ko'p ssenariylar yozasiz, videolar kamida millionga. Ha, aytmoqchi shu haqida. Videolaringizni tozalab yurasizmi, millionga chiqmasa o'chirasiz yoki bot urasiz? Yo'q, hech qachon videolarimni o'chirmayman. Men ko'zim yetsa, milliondan oshishiga, men 2 milliondan oshishiga ko'zim yetsa postga qo'yaman o'sha videoni.
Lekin 9 yoshli qizim ham qayta ko'radi. Rahmat. Siz uyda, men o'zim ham ko'raman. Kelin kuyov, er xotin deganda ayol kishi erining telefonini tutish kerakmi, tutmaslik kerakmi? Umuman tutish kerak emas deb hisoblayman. Chunki tutgan kuni urush chiqadi uyda. Agar urush kerak bo'lmasa, tutish kerak emas. Demak, siz ham kelajakda telefon ishlamaysiz, tekshirmaysiz, Yo'q. qattasiz so'ramaysiz. Qattasiz so'rayman, telefonini tutmayman lekin. Kamam deysizlar, mana endi bitta baribir o'rtosilar. Sal anu atishmayaptimi? Meniki bo'lmayapti, buniki bo'lyapti, to'y. Yo'q, hammasini o'z vaqt soati bor. Unaqa hech qanaqa unaqa gaplar yo'q lekin. Shu kuz apektiv mabodo endi to'yingiz bo'ladi-yu, xudo xolasa. Bu yilmi yoki keyingi yilmi? Yo'q, bu yil emas, keyingi yil emas, bilmadim endi, taqdir. Baxt endi. Shu kuz kamerasi bor, achchig'i chiqadimi, chiqmaydimi? Yo'q, chiqmaydi, bemalol. Ana shu kuzni hamma yomon ko'rish shart emas. Eshigimiz ochiq, kelaveringlar. Rahmat. Charchamanglar. Charchamang. Xo'p. Shamol eldar beg'ubor xayollarim sen tomon endi faqat shu xayol bilan ovunarman ehtimol seni yo'qotmoq ishon hech qachon xayolimga kelmagan bechora yurak bo'lib ming bo'lak o'zga yorni sevmagan oppoq libos egningda lek ko'zingda yosh yolg'izi nahot mendan kechding oson ey bag'ri tosh sevgilim oppoq libos uzra bugun yog'moqda kuz yomg'iri bormikan ayt bir yurakka bu azobdan og'iri afsonalar bo'lolmadi sevgimiz bugun shu on biz ikki tomon ketmoqdamiz ikkimiz dilimda hasrat yurakda bir dard hijronda menday telba yo'q nahotki shunday sevgi muhabbat dardiga hech chora yo'q oppoq libos egningda lek ko'zingda yosh yolg'izi nahot mendan kechding oson ey bag'ri tosh sevgilim oppoq libos uzra bugun yog'moqda kuz yomg'iri bormikan ayt bir yurakka bu azobdan og'iri nahotki seni yo'qotdim g'am alamlar yuragimda osmonimda to'lin oy yig'lagandek sirlarimni bilganidek turfa dunyo o'zga olam osmonlarga tegdi nolam endi senga men begona baxt begona dard begona
kelin kuyovga ikki og'iz. Tabrikladimmi? Ha, tabriklab bo'lsin. Bo'l. yuzlardagi zo'r kayfiyatdan anglashimiz mumkinki, haqiqatdan da yuqori kayfiyatda bugungi oqshomimiz o'tyapti va istardiki oqshom so'ngiga qadar mana shunday yaxshi kayfiyat har bir mehmonimizni aslo tark etmasligini va barcha mehmonlarimizga takroran yoqimli ishtaha hamrohligini tilagan holda hozir barcha mehmonlarimizdan bor e'tiborlarini zaldagi monitorga qaratishlarini iltimos qilamiz. Sababi bugungi kun haqida so'zlovchi kun tafsiloti sizlarga tayyorlangan. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words. Garador kreativ studiyasiga va shaxsan asoschisi Komol Komilov janoblariga biz katta minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Aynan to'y industriyasida o'z pozitsiyasiga ega bo'lgan bu tashkilotchimiz bugungi oqshomni mana shunday zo'r kayfiyatda, zo'r haroratda siz jonliroq olqishlar bilan ularni bevosita Davlat markaziga taklif etmoqchiman. Assalomu alaykum. To'ylar Hammaga assalomu alaykum. Yana bir bor xush kelibsizlar. Jamoamizning bitta dona qizalog'i Sadoqatga Xon saroydan boshlang'ich to'lovi to'langan xonadon sovg'a qilmoqchimiz. Bu sovg'amizga bitta dona narsa so'rayman Sadoqatdan. Iltimos bitta kelin salom qilib bizga, jamoamizga. Salom. Sadoqat bitta salom zato uy. Bravo. Jonli rahbar sevgilar hurmatli mehmonlarimiz. Ko'p yashang
ishonch bilan katta hayotga qadam bosyapsiz. Mustahkam bo'lib, atrofingizga yaxshi insonlarga o'zingizni mehr-muhabbatli, tinch, totuv oilangizdan o'rnak bo'lishingizdan astoydil umidvormiz. Haftaning oqshomga taklif etilgan qadrli mehmonlar, oilaning eng yaqin do'stlari, chiroyli maxsus sovg'a taqdim etishyapti. Haqiqatan havas qilsa arzigulik voqea. Keling, balandroq qarsaklar. Подарили нашей очаровательной невесты квартиру с оплаченной первоначальной суммой. Это, конечно же, очень даже хорошо, так как наши молодожены в дальнейшем будут стараться выкупить ее, и это будет ценное для них обоих. Мы еще раз поздравляем наших молодоженцев с долгожданным днем, и пусть у них все будет великолепно. Осуществили Shok xabar. Bloger Sadoshga turmushga chiqdi. Uning do'sti Bekvaynis esa yolg'iz qolib ketdi. Degan xabarlar menimcha juda ham ko'payib ketsa kerak. Mana shunaqa xabarlar bo'lmasligi uchun mana shu kuzga hozir meni intervyu beryapman. Bizning do'stimiz, singlimiz, jamoamiz a'zosi Sadoqatni mana to'yda xizmatda bo'ldik. Qo'ldan kelgancha kayfiyatini ko'tarishga o'rtadan chiqmadik, o'ynadik. Shunaqa xursand kunida yonida turdik. Oilarini, adalarini, hamma yaqinlarini bugungi to'y bilan tabriklayman. O'zligi o'ylashgandan ham yaxshiroq baxtga duchor bo'lishsin, erishsin. O'zi 7 yillik sevishib yurgan o'zini yigiti bor edi, Nodir aka. Nodir akani ham yaxshi tanirdim. Oxiri ancha-muncha sinovlardan o'tib, baribir birga bo'lishdi. Shunaqa sevishib yurganlar bo'lsa, sizlar ham tezroq turmush quringlar, har xil gaplardan uzoqroq bo'lasizlar. Baxt tilayman. Endi ijodimizni qaynonamdan so'radim dedi. Ijodga qarshilik qilmaydilar dedi. Endi ko'ramiz. Baba hali katta hayotni ko'rmagan. Ko'rsin. Agar rostdan ikkalasini eploliydigan bo'lsa, balkim yana tandem bo'lib ishlarmiz.
Agar yo'q eplolmayman ozod deydigan bo'lsa, nima qilamiz? Boshqa qiz topamiz. Talantli qizlar bor, ularni faqat topish kerak. Shunaqa.